Xiva shahrida yangi taraqqiyot bosqichini boshlab beradigan yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Shaharda zamonaviy Kongress xoll majmuasi hamda tarixiy Xiva me'morchiligi uslubida boqiy shahar barpo etilmoqda. Mazkur loyiha qiymati 70 million AQSh dollarini tashkil etadi. Majmua hududida yana 150 milliard so'mlik zamonaviy 3 yulduzli mehmonxona qurilishi ham davom etmoqda. Qurilish ishlari joriy yilning yanvar oyining o'rtalarida boshlangan bo'lib, bugungi kunda loyiha ikkinchi bosqichga o'tgan. Asosiy qurilish jarayonlarini 15-iyulga qadar yakunlash rejalashtirilgan. Majmua esa to'liq 2026-yil avgust oyining o'rtalarida foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilmoqda. Kongress xoll yirik xalqaro forumlar, konferensiyalar hamda madaniy tadbirlarni o'tkazish uchun zamonaviy infratuzilmaga ega bo'ladi. Bu esa Xivaning nafaqat turizm, balki xalqaro muloqot va biznes uchrashuvlari markaziga aylanishiga xizmat qiladi. Majmua yonida Xivaning milliy me'moriy ruhini aks ettiruvchi boqiy shahar konsepsiyasi asosida yangi hudud shakllantiriladi. Natijada yangi ish o'rinlari yaratiladi. Xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanadi va Xivaning investitsiyaviy jozibadorligi yanada oshadi.